Assalomu alaykum hammalaringizga. Bugun bizada ochiq suhbat bo'ladi. Ochiq suhbatda Fayzlan Narzulayevich va Zafar Muzaffarovich ishtirok etadilar va men Kuzey Fayzjon Davlatovich. Bugungi mavzuyimiz общий доступный temada bo'ladi. Ya'ni kimni nimadir qiziqtirsa yoki bizani uchalamizni mutaxassisligimiz ham vrachlar va bizani oramizda qaysidir bitta umumiy mavzu bor. O'sha umumiy mavzu haqida gapiramiz. Fayzlan Narzulayevich, o'zingizni tanishtiring va mutaxassisligingizni ayting. Men nevropatolog Fayzlan Narzulayevman. Bugun 3 ta mutaxassis birgalikda bitta mavzuga tegishli bo'lgan suhbat olib boramiz. Nasib bo'lsa, xuddi shunday qilamiz. Zafar Muzaffarovich, o'zingizni tanishtiring. Men travmatolog ortoped Zafar Muzaffarovichman. Yaxshi bo'ldi. Bir orada gaplashib, ham anchadan beri birga tanishmiz, bir-birimiz ko'rmaganimiz, shu bahona ham diydorlashadigan, ham bir fikr almashadigan bo'ldik. Klinik suhbat ham. Klinik suhbat ham. Bu ajoyib bo'ladi. Men Zafar Muzaffarovichni adashmasam bir 20 yildan beri taniymiz bir-birimizni. Chunki biz 2006 19 yil bo'ldi. 19-20 yil bo'ldi. Biz bir-birimizni taniymiz. Biz ikkalamiz birga Next School'da o'qiganmiz. Birga tayyorlanganmiz akam bilan. Fayzla akam bilan esa bitta klinikada ishlaganmiz. Biz tanishganimizga 8-9 yillar bo'lib qoldi. 8 yildan oshdi, 9 yil. Da, xuddi shunday bo'ldi. Endi bugungi mavzuyimizni bizani общий bitta mavzuyimiz bor akalarim. Bu beldagi og'riq. Keling, nevropatologda ham beldagi og'riq bor. Travmatolog ortopedda ham beldagi og'riq bor, urologda ham beldagi og'riq bor. Endi Fayzla aka, sizdan boshlaymiz, siz bizdan akamizsiz. Beldagi og'riqni turlari. Qani, masalan, bemor qanday farqlasin? Undagi beldagi og'rig'i nevropatologga murojaat qilishiga yo'lmi yoki travmatolog ortopedga murojaat qilishiga yo'lmi yoki urologga kelishiga yo'lmi? O'shani bitta tushuntirib bering aka. Birinchi navbatda o'zi umuman bel sohasida og'riq hozirgi kunda oldingidan ham ko'payayotgan bemorlarda shikoyat ko'p. Bel og'rig'ini belda umurtqa pog'onasi bilan bog'liq og'riqlar bor. Umurtqa pog'onasini degenerativ o'zgarishi bilan kechadigan og'riq sindromlari bor. Ya'ni osteoxondroz, protruzia yoki umurtqa pog'onasi disturasi deymiz, grija asorati natijasida kelib chiqadigan og'riqlar, nerv siqilishidan kelib chiqishi mumkin yoki mushaklar spazm natijasida kelib chiqadigan bel og'riqlari bor. Bundan tashqari siydik ayirish sistemasi, masalan, buyrakda yallig'lanish jarayoni ketsa ham bel sohasida og'riq bo'ladi. Endi keling, aka, biza hozir tasavvur qiling. Aytaymi kimga gapiryapmiz? Ketda bizning videoyimizni shuna YouTube'ni ochgan tog'a o'shanga gapirib beramiz. Siz aytyapsiz degenerativ o'zgarish dedingiz-ku. O degenerativ degandan keyin u esdan chiqaradi bu so'zingizni. Prosta u bilishi uchun qanday farqlashini haqida gapiramiz. Keling shuna. Biz hozir ilmiylashsak juda ham chuqur kirib ketamiz-da uni ichiga. O'sha yuza xalq tushunadigan va unga yetib borishi va qabul qilishi oson bo'ladigan tilda gaplashsak zo'r bo'ladi. Nima dedingiz, Zafar Muzaffarovich? Chunki u bizani chetda ko'pchilik ko'radi aka. Shunday bunday. Davom etamiz. Endi mana bunaqa narsada beldagi og'riq bilan murojaat qilib kelgan kasallarda bo'lmasa belda faqat belda og'riq emasda qo'shimcha shikoyatiga qarab turib bo'lishi mumkin shartli ravishda. Masalan, bemor keldi, belim og'riyapti doktor deb savol beradi. Misol uchun nevropatolog masalan menga keldi. Men so'rashi mumkin. Siyishda o'zgarish bormi? Siyganda achish yo'qmi? Misol uchun yoki bo'lmasam o'sha buyrak proyeksiyasi turk simptomini tekshirib ko'rish mumkin. Masalan, o'sha joyiga urib ko'rish mumkin, og'riq kuchayishi mumkin. Keyin yotqizib oyog'ini ko'tarib tortilish simptomlari deymiz meditsinada. Oyoq harakatida og'riq kuchayishi bormi yoki bo'lmasam og'riq oyoqqa uzatiladimi, yo'qmi? Oyoqda uvishish bormi, yo'qmi? Mana shularni eshitib, anamnezini yig'ib, keyin bo'lsak bo'ladi shartli ravishda. Ana bu gapingiz juda ham chiroyli. Agar bemorda siyganda achish bilan birga og'riq
bo'layotgan bo'lsa va o'sha buyrak proyeksiyasiga sekin urib ko'rganimizda og'riq kuchayayotgan bo'lsa, og'riq oyoqlarga uzatilmayotgan, oyoqlarda uvish kuzatilmayotgan bo'lsa, u urolog yoki nefrolog mutaxassisga murojaat qilish kerak bo'ladi. Agar beldagi og'riq oyoqlarga uzatilyapti, oyoqda uvish bor, misol uchun oyoqda uvish bor bo'lsa va yurishga qiynalsa og'riq hisobiga deylik, unda nevropatologga murojaat qilish kerak. Nerv siqilishi bilan bog'liq og'riq kuzatiladi odatda. Endi travmatologga qachon murojaat qiladi? Endi shu joyda travmatologni o'zlariga aytsak. Shaxsiy fikrimni aytib ketsam, mayli, ayting. Masalan, belda og'riq bilan keldi bemor, oyoqda uvish bor, bel sohasida og'riq bor, lekin siydik tutilishi bor, aytaylik, girjasi yorilgan bo'lsa, girjasi tushunarli desak, yoki boshqa son chanoq sohasida sezgi o'zgarishlar bo'layotgan bo'lsa, sezgi pasayib ketgan bo'lsa, siydik tutolmasa, siydikni ushlay olmasa yoki bo'lmasa katta hojatda ham qandaydir o'zgarishlar bo'layotgan bo'lsa, bunda girjada yorilish deb aytamiz. Tushunarli bo'lish uchun meditsinada sekvestratsiya deb aytamiz. O'sha girja yorilganlik belgisi bo'ladi. Bu nevropatolog davolamaydi, u albatta travmatologga murojaat qilish kerak. Lekin shu bilan birga oyoqda uvishish va o'sha men aytgan haligi siydik tutilishi, boshqa simptomlar kuzatilmayotgan bo'lsa ham, belda og'riq va oyoqda uzatilayotgan og'riq bo'lsa, albatta travmatolog, vertebrolog ham davolaydi. Da. Zafar Muzaffarovich, sizdan ham bir fikr eshitaylik akam. Gaplarga qo'shilaman. Birinchi navbatda hamma narsa bemorda anamnez yig'ishga bog'liq. Qachondan beri og'riydi, nimadan keyin og'riq boshlandi, siydik tutilishi yoki achishish og'rig'i bormi? Misol uchun qanaqadir travma olgan bo'lishi mumkin bemor. Ya bo'lmasa oldindan balkim u qaysidir kasallik bezovta qilib kelayotgan bo'lishi mumkin. Albatta shuni eshitgandan keyin 70-80% yo'naltirsa bo'ladi. Yo'q, buni urologik qanaqadir muammo orqali yoki nevropatolog yoki travmatolog, ortopedga tortishini taxminan anamnezini o'zidan farqlasa bo'ladi. Keyin albatta agar siydigida o'zgarish bo'lishi mumkin, siydik analizi yoki MRT tekshiruvi, boshqa tekshiruvlardan keyin beldagi og'riq bemorni demak anamnezini yig'ish bilan boshlanadi. U nevropatologga murojaat qiladimi, travmatolog, ortopedgami yoki urologgami degan o'zi bunga to'xtalib bo'ldik. Endi men sizlardan hozir har bitta kasallikni, u nimadan kelib chiqishini, buni so'rash niyatida yig'ilmaganman. Juda cho'zilib ham ketadi. Bu juda ham cho'zilib ham ketadi. Hozir sizdagi bor bo'lgan yangilik haqida gapiring aka. Nevropatolog sifatida sizda shunaqa kasallik bor, siz o'shani yangicha usulda davolayapsiz. Mana shu haqida gapirsak, keling, mana shundan boshlaymiz. Chunki har bittamiz o'zimizni aynan grijani davolash haqida? Нет, любой kasallik. Masalan, deylik Parkinsonni davolash mexanizmida sizni yangicha o'rganib kelgan usulingiz bor. Deylik, masalan, O'zbekistonda kam qo'llanadigan. Masalan, sizda tizza artrozi, artrit yoki еще qaysidir kasalliklaringizda O'zbekistonda kam qo'llanadigan usullarni o'rganib kelyapsiz. Malaka oshirib kelyapsizlar. O'shani O'zbekistonga yangilik olib kirganligingiz haqida bugun gaplashaylik. Chunki bu bizaga o'zimiz mevzu saboy biza bilamiz siz nima kasallikni davolashingiz mumkinligini, siz nima kasallik davolashingiz mumkinligini, lekin xalq ham bilsin, xalq ham bir maza qilsin. Bizni ko'rib turganlar uchun ham foydali bo'ladi. Foydali bo'lsin deyman-da. Zafar Muzaffarovich, endi so'zni sizga bersam, davay. Boshladik akajonim. Tak, hozirda eng ko'p qo'llanilayotgan metodlardan artroz kasalligida artroz bo'lishi mumkin, tizza bo'g'imi, yelka bo'g'imi, hozirda ko'p uchrayotgan son chanoq bo'g'imi, ayniqsa Covid pandemiyasidan keyin aseptik nekroz ko'paydi, son chanoq bo'g'imi, boshqasini avaskulyar nekrozi. To'liqroq aytadigan bo'lsak. Tak, bunda albatta kasallik darajasiga qarab har xil yo'llar orqali davolash mumkin. Har bir artroz va nekrozni 4 ta darajasiga farqlanadi. 3-4 darajasida albatta bo'g'im almashtirish bilan tugaydi. Bu protezlash. Endi protezlash. Endi protez qo'yish bilan. Total endoprotezlash amaliyot bilan tugallanadi. 1 bilan 2da nima qilyapsiz? Nima yangilik qilyapsiz? 1 bilan 2ni 3 bilan 4 ga o'tkazmaslik uchun.
Birinchi, ikkinchi va uchinchi darajalarda ko'proq PRP terapiya, SVF terapiya va egzosomal terapiya qilinadi bo'g'im ichiga. Egzosomal terapiya bu nima? Egzosomal terapiya bu chaqaloqlardan suyak ko'magidan olingan, aynan bo'g'imga qilinadigan, boshqa joylardan olinadigan ham bor. Chaqaloqlardan suyak ko'magidan olingan ekstrakt, tirik hujayra deyish mumkin. Tirik hujayra. Bu egzosoma deyiladi. Egzosoma deyiladi. SVF terapiya esa bo'g'im bemorni o'zini yog' to'qimasidan stromal, ya'ni ko'payish xususiyatiga ega bo'lgan hujayralari maxsus sentrifuga apparatda ajratib olib, bo'g'im ichiga yuborish usuli. Bo'g'im ichiga. Bu qanchalik og'riqli? Og'riqli. Sizga savol, ana o'sha o'zini hujayrasini olyapsiz, o'zini yog' hujayralarini olyapsiz va bemorga quyib beryapsiz. Bemorlarning hammasini qo'rqadigan bitta mavzusi bor. Bu og'riqlimi? Ana shundan. Og'riq bo'ladi albatta. Uch qanaqa 1,5 santimetr kesma qilinadi. Faqat Novocain bilan og'riqsizlantirilgan holatda solishtiradigan bo'lsak, tish oldirganchalik og'riq bo'lmaydi. Demak, ko'pchilik tish oldirganda, tish oldirganchalik og'riq bo'lmaydi. Ana. Bu yangilik. Ha. Bu yangilik. Bu Endi yangilikka ham 4-5 yil bo'lib qoldi. Endi hozir aytayotganimiz shu qilayotganimiz egzosoma terapiyaga ham 2 yilcha bo'lib qoldi. 2 yilcha bo'ldi. Men o'zim qilayotganimga-da. Da. Gap yo'q. Fazl aka, endi sizdan yangilik eshitaylik. Tak. O'zi nevrologik kasalliklarni davolash bo'yicha standart, o'zi umuman hamma yo'nalishda ham standart ishlab chiqilgan. Da, hamma joyda. Lekin hozir kundan kunga kasallikni simptomlari o'zgarib ketyapti, kasallik ko'payib ketyapti. Masalan, chunki yangi muolajalar paydo bo'lyapti. Masalan, hozirgi kunda O'zbekistonda, umuman butun dunyoda semiz odamlar, ortiqcha vazni bor odamlar oshqozon operatsiya qildirishga bariatrическая operatsiya haqida gapiryapsiz, ha? Bariatrik operatsiya qildirib, oshqozonni bir qismini oldirib, ozish maqsadida bu operatsiyani o'tkazyapti. O'zbekistonda ham juda ommalashdi bu, ayniqsa ayollar o'rtasida. Men shu ishni qildirgan erkaklarni ham bilaman, dars. Bor. Oshqozonni operatsiya qildirgandan keyin, oshqozonni bir qismi olib tashlangandan keyin, xohlasak, xohlamasak u ishtaha ovqat qabul qilganda oshqozon to'lib qoladi va vitamin va kerakli minerallar so'rilishi buziladi. Da. Buni natijasida vitamin B12 yetishmovchilik kelib chiqadi. Endi nevrologiyada funikulyar mieloz degan kasallik bor. Buni simptomlarni sanab bersam tushunarliroq bo'ladi hamma uchun. Oshqozonni operatsiya qildirgan juda ko'p bemorlar murojaat qilib keladi, oyog'i uvishadi yoki sezgi giperesteziya deymiz, oshib ketadi yoki sezgi yo'qolib qoladi. Keyin oyog'i terisida ba'zilarda sezgi shunchalik oshib ketadi, qo'lingiz teksangiz kuyganday og'riq beradi, yura olmay qoladi bemorlar. U oshqozon operatsiya qildirgan vrachga boradi, u haligi ishtaha ochuvchi narsalar qiladi, boshqa sezgini tiklovchi muolajalar qiladi, elektroforez bir narsalar qiladi yoki boshqa yana mutaxassisga yuboradi, u kojiniga, nevropatologga mana shunaqa ko'p yuradi. Lekin aslida o'sha so'rilish buzilganligi natijasida vitamin B12 defitsitidan kelib chiqqan funikulyar mieloz kasallik kelib chiqqan bo'ladi. O'zbekistonda hozir bu ko'p, bu shikoyat bilan bemor bizning klinikamizda juda ko'p murojaat qilib keladi. Shu oshqozon operatsiya qiladigan doktorlardan ko'p yuboradi bemorlarni. O'sha oyoqda sezgi o'zgargan bo'lsa, o'sha sezuvchi nervlarni tiklovchi muolajalar o'tkazamiz va o'sha sezgi normallashadi. Keyin vitamin B12 defitsiti, vitamin so'rilish buzilganligi uchun kelib chiqqan simptomlar bartaraf qilinadi. Gap yo'q. Demak, hozir men Zafar Muzaffarovichdan o'zak hujayra va SVF ni yangilik deb qabul qilgan bo'lsam, hozir sizdan bariatrический operatsiyadan keyin kelib chiqadigan sezgining o'zgarishini siz zamonaviy metod bilan davolayapsiz. Shunday. Da? Gap yo'q. Endi men o'zimni maqtashga ketayin endi. Siz ham urologik kasalliklarni davolash bo'yicha juda ko'p yangiliklar o'rganib kelasiz. Da. Nima yangiliklar joriy etilyapsiz? Nima yangiliklar ustida ish olib boryapsiz? Siz ham ayting. Yangilik aka, biza hammamiz hali ham shogirdda biza. Kimlardandir nimalarni o'rganib kelamiz. Masalan, Zafar Muzaffarovich o'zak hujayra egzosoma haqida gapirdilar. Biza hozir oxirgi paytlarda
erkchiliklar disfunksiya degan kasallik bor. Jinsiy zaiflik. Mana shu jinsiy zaiflikni davolashni bir pog'ona yuqoriga chiqdik. Masalan, bu PRP terapiya bilan davolash, bu ya'ni o'zini qonini olib anaqaga davolash. Davolash usuli PRP terapiya bilan davolash va egzosoma o'sha o'zak hujayra bilan anaqani erkchiliklar disfunksiyani davolash metodi bor. G'ovak tanaga qilinadimi? Da, u g'ovak tana o'sha kavernozное teloga qilinadi va uni effekti ancha yilgacha bo'ladi. Masalan, men hozir bitta maqtanadigan joyim borda. Endi maqtanish demaylik. Masalan, men hozir shu terapiyalarni qilib sahrni diabet bemorim bor edi. Где-то 3 yil davomida umuman qo'zg'alish bo'lmagan. Yoshlarning ichida yosh ham muhim. 60 yoshdan oshganroq. 60 yoshdan oshganroq aka 3 yil davomida umuman qo'zg'alish bo'lmagan. Даже dori bilan ham qo'zg'almagan. Seriozna. Keldilar brat, qaydandir eshitib kelibdilar. Kelganlaridan keyin birinchi tavsiya bergan narsam, aka, keling birinchi PRP terapiya qilib ko'ramiz dedim. PRP terapiya qildik. Ikkinchi уже protseduradan keyin aka shikoyat qilishni boshladilar menga. Nima shikoyat? Yotmayapti debmi? Yotmayapti deb. Yo'q, uchinchisiga yaxshi turmayapti deb. 3 yil turmagan. Qo'zg'alish yo'q shunda. Qo'zg'alish bo'lmagan. 3 yil davomida qo'zg'alish bo'lmagan. Ikkinchi muolajadan keyin shikoyat, uchinchisi yaxshi bo'lmayapti-da deyaptilar. Aytdim, aka, bu yaxshi maqtovmi yoki yomon maqtovmi deb so'radim. Yo, yaxshi, faqat shu uchinchisini ham yaxshi qilaylik deyaptilar. Uje mujik o'zida birinchi navbatda o'sha erkak o'zida uverенность oshgan. Ikkinchisi haqiqatan ham bu terapiyalar ishlaganligini ko'rsatyapti va uchinchi uje 3-4 qilganimizdan keyin mujik shunchalik davolni ketdiki, masalan, hozir bizada klinikamizda to'g'risini aytaman, PRP qilishga o'chirib turibdi odamlar. O'sha bitta odam sarafanni radio qildi. Menga foyda berdi, san ham bor deb o'ziniga o'xshagan tavsiyaga o'shani qilyapmiz. Uzr gapingiz bo'ldim. Bu yana qaysi kasalliklarda qilish mumkin? Qaysini? PRP terapiyani kavernozный teloga. PRP terapiyani masalan, biz bilamizki, erkchilik disfunksiyani kelib chiqish sabablari ko'p. Qaysi sabab bo'lganda qilinadi? Qisqa foyda beradi. Ana. Erkchilik disfunksiyani sosudistый genez, ya'ni qon tomir bilan bog'liq jarayoni bo'lgan paytda qilinsa, yaxshi effekt beradi. Skleroz, kavernozных tel degan kasallik bor-da bizada. O'shanda qilganda zo'r foyda beradi va sahrni diabetni asorati sifatida keladigan kasallarda qilsak, вообще klassni effekt beradi. Yaxshi. Da. Masalan, egzosoma o'sha o'zak hujayrani ham qilib ko'rdik biz bemorlarimizga. Egzosoma bombardimon effekt berdi. Undan ko'ra ancha kuchlidir. Da. Bombardimon effekt berdi. Uje bu yana yangi bitta pog'onaga chiqayotganligimiz va meditsina rivojlanayotganligi haqida. Bu albatta yaxshi yangilik, chunki juda ko'pchilik hozir oxirgi payt bunaqa kasallik ko'p. Sahrdan keyin. Da. Masalan, palon pulga nima qo'ydiradi? Protez. Endi protez. Knopkani bossak, knopkalik, da. Hozir bir ikkita nimalar ham reklama qildi. Telefoniga ulab, vaqtini belgilab nima qiladigan. Конечно, ham cho'ntagiga foyda, ham katta bir operatsiyani oldi olinadi. Da. Yaxshi yangilik. Bu maqsad bemorga hech bo'lmasa bir qadam oldinga yurish va unga yordam berish. Bizning hammamizni maqsadimiz shu. Bemorimiz tuzalsin, yaxshi bo'lsin, maksimal operatsiyagacha bormasin degan maqsadda qilamiz. To'g'rimi? Shunday. Xo'p, mavzuyimiz juda ham ajoyib bo'ldi. Endi bugun sizlar bilan hozir menga juda ham ko'p murojaat bilan kelishadi-da. Erkchilik disfunksiya haqida bir suhbatlashsak. Menga bel og'rig'i
keyin erektilniy disfunksiya, endi sizlarning общий mavzularingiz bo'lganligi uchun gapirdim. Erektilniy disfunksiya belida grijasi bor bo'lgan erkakda erektilniy disfunksiya kelib chiqishi necha foiz holatlarda kuzatiladi? Ana, sizga savol. Tak, endi ko'pincha menga keladigan bemorlar u tomonini gapirmaydi. So'rash kerak. Ha, yo'q, masalan, nima shikoyat qilasiz degan payti aytadi. Endi hamma ham misol uchun nevropatologiya bo'lmasa travmatolog bilan gaplashgancha urolog bilan gaplashmaydi. Odam urolog deb yozilgan xonaga kirganda o'zini boshqacha nastroy bilan kiradi. Hozir men buni aytaman, buni aytaman deydi. Yo bo'lmasa chiqqandan keyin men buni aytish esimdan chiqibdi deb yana qaytib kirib ham aytadiganlari bo'ladi. Da, juda ham. Ha, masalan, endi musulmonchilik uyatli joylari bor. Masalan, kimdir aytishga uyaladi. Ichidan sug'urib olish kerak, oddiy qilib aytganda. Misol uchun menga kelganda ko'pincha og'riq bilan keladi. So'raganda agar shu muammo bo'lsa ham aytmasligi mumkin. Yo'q, hammasi yaxshi deyishi mumkin. Yo bundan deb o'ylamasligi mumkin. Grija sababli bo'lgan deb o'ylamasligi mumkin. Balki unda oldindan ham shu muammo bordir. Bordir. Ha. Og'riq qo'shilgandan keyin bu ikkinchi darajaliga o'tib qoladi, как бы. Xo'p, qarang, men sizga bir narsani tushuntirib beraman. Menga bemorlarim erektilniy disfunksiya bilan murojaat qiladi-yu, men birinchi beradigan savolim bor-da. Belingizda og'riq bormi deb savol beraman. Belingizda og'rig'ingiz bormi deb savol beraman. Ha, bor yoki ha, yo'q degan javobni olamiz. Javobni olganimdan keyin men birinchi barib bemorni anamnez, palpatsiya, perkussiya degan narsalarni qilishni boshlaymiz. O'sha paytda belini обязательно mышцalari bilan o'sha o'zining tochkalari bor, bosib ko'radigan tochkalarimiz, o'sha grijani tochkalari. O'shalarni bosib ko'raman. O'sha holatda menga 100 ta erektilniy disfunksiya bilan murojaat qilib kelgan bemor bo'lsa, kamida 30 tasida belida muammo bo'ladi. Eng kamida. Katta protsent. Da, bu katta protsent. Bizani so'rashimiz kerak bo'lgan narsa ham, masalan, sizning bemorlaringizdan so'rashingiz kerak bo'lgan narsa ham shu, agar haqiqatda belida grijasi bo'lib, уже u ereksiyasiga muammo qilyaptimi, demak, уже Fazil akam aytganlariday nerv siqilishi boshlanyapti. Da, bu уже muammo. Men o'shani 30 tasini konkretni aka siz birinchi o'rinda belingizni davolang deb yuboraman. Xohlang o'zingiz yaxshi bo'lgan mutaxassisga boring deb aytaman. Yo, menda yaxshi mutaxassis yo'q, topib bering desa, men Zafar Muzaffarovich nomerlarini berib jo'natib yuboraman. Это по-братски. Men ishonaman-da, chunki siz reklama ketyapti hozir, chunki siz meni qarindoshlarim davolagansiz. Men ishonaman, ular haligacha sizdan davolni. Sog' bo'lsinlar. Da. Bu yaxshi. Xo'p, endi siz yana o'sha erektilniy disfunksiyaga qaytamiz. Va endi sizni erektilniy disfunksiyangiz neyrogenniy erektilniy disfunksiya bo'lsin, aka. Birinchi navbatda erektilniy disfunksiyani neyrogen impotensiya va psixogen erektil disfunksiyani ajratib olish kerak-da. Neyrogen erektil disfunksiyada jinsiy ojizlikda tushunarli qilib aytadiganimizda jinsiy ojizlik kuzatilyapti. Ikkilamchi jinsiy ojizlik deb aytiladi ko'pincha nevrologiyada. Sababi nerv sistemasini qayerdadir muammo sababli jinsiy ojizlik kelib chiqqan. Ana. Ya'ni, masalan, o'zi umuman jinsiy munosabatda qo'zg'alish nima kelib chiqadi? Birinchi bosh miyada o'sha qo'zg'alish markazi qo'zg'aldi, impulsni orqa miyaga o'tkazdi. Orqa miya son chanoq, ya'ni o'sha chanoq qismidagi nervga o'tkazdi. U qon tomiriga kengaytirdi, qon tomirida kavernaga qon quyildi va qo'zg'alish bo'ldi. O'sha o'tkazuvchanlikda qayerdadir muammo kelib chiqqandan keyin disfunksiya kelib chiqadi. Endi qaysi kasalliklarda maylimi shu yerda 1 minut. Ana siz aytyapsiz. Bosh miyada qo'zg'alish va orqa miyadan o'tdi va nervlar bilan jinsiy a'zogacha keldi. Ana shu 3 ta joy, bosh miya, orqa miya va nervlarda, periferik nerv sistemasi. Mana shu joyda muammolar bo'lgan paytda biz siz bilan aytishimiz mumkin, что bu neyrogenniy erektilniy disfunksiya, jinsiy zaiflikda masalan. Endi davom etamiz, ha. Endi neyrogen jinsiy zaiflik
qachon bo'ladi o'zi? Birinchi navbatda juda ko'p uchraydi neyrogen elektr disfunksiya sahrni diabeti bor odamlarda. Diabetik neyropatiyadan keyin kelib chiqadi. Diabetik neyropatiyadan keyin kelib chiqadi ko'pincha. Bundan tashqari bosh miya qon tomir kasalliklaridan keyin ham kelib chiqadi. Masalan, insultlarda ham elektr disfunksiya kuzatiladi. Juda ko'pida. Keyin o'sha nerv o'tkazuvchanligini ta'minlaydigan nerv tolalarida, umuman nerv tolasida miyelin qobiq deymiz. O'sha impulsni buyruqni o'tkazadigan qobiqlar bor. O'sha miyelin qobig'i yemiriladigan kasalliklar bor. Masalan, tarqoq skleroz deymiz, yon amiotrofik skleroz deymiz. Yoki bo'lmasa Parkinson kasalligi deymiz. Bularda ham elektr disfunksiya kelib chiqadi. Endi bu kasallikning nomini aytgan bilan odamlarga tushunarli bo'lmaydi. O'shaning uchun simptomlarni aytsak. Keling simptomlarni aytamiz, ha. Masalan, aytaylik, tarqoq skleroz bor odamlarda, misol uchun ko'rish o'tkirligi pasayadi, qo'l oyoqda kuch kamaydi, u odamda bir muddatdan keyin elektr disfunksiya boshlanadi ko'pincha. Chunki nerv impuls o'tkazuvchanligi buziladi. Endi misol uchun orqa miya jarohatidan keyingi bemorlarda ham elektr disfunksiya kelib chiqadi. Travma deymiz. Jarohatdan keyin travma oldi, misol uchun orqa yiqilib tushdi, yo bo'yni bilan basseynga sakradi, bo'yin umurtqasi zararlandi, orqa miyada stenoz bo'ldi, nimadir bo'ldi, nerv o'tkazuvchanligi buzildi, jinsiy ojizlik kelib chiqadi. Keyin boya siz aytib o'tgan umurtqa pog'onasi dischurasimiz grijada ham xuddi o'sha nerv impuls o'tkazuvchanlik buzilgandan keyin elektr disfunksiya kelib chiqadi. Ularda odatda yana qo'shimcha shikoyati so'ragansiz, kelib keladi bunaqa bemorlar. Siydik yoki siydik tutilishi bo'ladi, yoki siydik ushlolmaslik bo'ladi. Ana. Grija bilan keladi kasal. Siz so'rayapsiz, qanday jinsiy holatingiz qanday deb urologik savollar beryapsiz. Keyin u aytadi, "Men bunaqa oldingida emas yoki yo'q qo'zg'alish" deydi. Keyin ko'pincha kasal bilan gaplashib turgan paytda o'sha mavzuda savol bersam, shu jinsiy ojizlik kelib chiqqanini aytadi, keyin siyish qanday deb so'rasa, siydik ketib qoladi yoki siy olmayman, oldingidek napor yo'q, napor yo'q deydi. U nerv siqilganligini aniq belgisi hisoblanadi. Belgisi. U ham neyrogen disfunksiyaga kiradi. Endi bundan tashqari bosh miya jarohatida ham neyrogen disfunksiyalar kelib chiqadi ba'zida. Endi ikkinchi yana bitta o'sha elektr disfunksiyani nevrologiyada ko'riladigan joyi psixogen elektr disfunksiya deymiz. Bu farqi bemorda organik o'zgarish yo'q deb aytamiz. Ya'ni tekshiruvdan o'tadi, hamma tekshiruvdan o'tyapti, sahri yo'q. Yoshi yosh, hali yosh. Misol uchun 30 yosh, 35 yosh deylik. Yoki 25 yosh, 20 yoshlarda ham hozir bor. Sahri yo'q, travma olmagan, bosh miya emir tekshiruvlar toza hammasi, analizlar topshiradi, toza urologga boradi, urologik tekshiruvlardan o'tadi, muammo yo'q. Lekin ana kasal bilan gaplashsangiz, o'ziga ishonchi yo'qolgan yoki depressiv holatda, tushkun kayfiyatda yoki qandaydir xavotirli buzilishi borda, bosh miyada dominantda o'choq deymiz. Dominantda fikr bo'lib qolgandan keyin anu jinsiy munosabatga ham pasayish bo'ladi. Xohish pasayishiga olib keladi. Bu ko'pincha depressiyada, tushkun kayfiyatda, keyin bir marta jinsiy aloqada haligi depressiyani hisobiga pasaydimi, oldingidek bo'lmadimi? U keyin ikkinchi martasida qo'rqadi. Yana shunaqa bo'ladi. Yana shunaqa bo'ladi deb xavotir bilan harakat qiladi. Bu уже keyin pasayib ketishiga olib keladi. Неудачный первый половой акт deyiladi bizda bu narsa. Birinchisidan stressni oladi-da u bola. Shunday. Birinchisidan. Уже o'ziga awareness yo'qoldi. Shu bilan ketdi. Yana haligi shu narsa bo'lishini sezgandan уже tushkun kayfiyat boshlanadi. Hozir nima qo'rquv boshlanadi. Aka, men sizga bir narsa aytaman. Siz neyrogenniy ereksilniy disfunksiya bilan sizga murojaat qilsa bo'ladimi bemor? Albatta. Juda ko'p bemorlar murojaat qiladi. Elektr disfunksiyani neyrogen sabablisi 25-30% disfunksiyasi bor, elektr disfunksiyasi, impotensiyasi bor bemorlar 25-30% bemorlarda neyrogen sabab bo'ladi ko'pincha. Neyrogen. Ayniqsa yoshi katta odamlarda. Yoshi katta odamlarda. Ikkilamchi elektr disfunksiya kelib chiqadi. Ikkilamchi ereksil. Yoshlarda ko'pincha uchraydigan psixogen elektr disfunksiya hozir juda ko'p yoshlarda. Nima deymiz, haligi o'zim praktikamdan aytaman, juda ham ko'p. Juda ko'p. Asosan sizga murojaat qilib keladi-ku o'sha shikoyat bilan. Nima deymiz, masalan, sun'iy o'zini qoniqtirib yurgan odam, yosh yigit, masturbatsiya qilib yurgan yosh yigit jinsiy aloqa qildi,
qoniqarli bo'lmadi o'ziga yoki partnyori qoniqmaganday tutsa o'zini, ana unda panik ataka boshlanadi, ikkinchi safariga qo'rqadi, o'zini ayblay boshlaydi. O'sha ishni qilganim uchun mana shunaqa bo'lyapman yoki turli xil qo'rquvlar paydo bo'ladi. Bunda psixogen erektil disfunksiya kelib chiqadi. Shunaqa yoshlar hozir juda ko'p. Hozir bilasizmi, anaqa ketyapti, такая tendensiya desak xato bo'ladi-yu. Jinsiy aloqa qilmasdan turib qo'rquv paydo bo'lgan. O'g'il bolalarda, endi o'g'il bolalarda jinsiy aloqa qilmaydi to'ygacha. Aka, shunchalar ko'p murojaat qilishadi-da, juda ham ko'p murojaat qilishadi. Jinsiy aloqa qilib ko'rganmisiz deb savol beramiz. Eng birinchi savolimiz shuda bizani. Man yaxshi turmayapti yoki tez bo'shanib qo'yganman yoki u yoki bu har xil savollarni berishadi-da. Man 17 yildan beri masturbatsiya qilaman, masalan. 17 yildan beri masturbatsiya qilaman, короче, turmayapti. Endi yoki tez bo'shanib qo'yganman. Aka, hayotingizda jinsiy aloqa qilib ko'rganmisiz deb savol beraman men. Birinchi beradigan savol, yo'q deydi. Nimaga? Nimaga asoslanib qo'rqyapsiz bo'lmasa? Nimaga qo'rqyapsiz? Ana o'sha siz aytgan narsa, o'sha panikaya ataka. Birinchisi qo'rquv, o'sha jinsiy aloqa qilishdan qo'rquv. Bo'lmagan odamda qayerdan keladi qo'rquv? Bilasizmi, bizani kimlarnidir gapidami? Ana, bizani qishloqda, sartaroshxonada ko'pchilik o'tiradi. Deylik. Da, endi men просто bitta bunaqa bo'lib qoladi, bunaqa bo'ladi. Yoki simchka choqib o'tirishadi-ku. Masalan, bitta 4 ta bola o'tiribdi, 3 tasi uylangan, bittasi uylanmagan. Hamma brat unga o'zini darsini o'tadi. Kuyovjo'ralik qiladi o'zicha. Yo'q, darsini o'tadi va menda 8 ta bo'lgan, menda 12 ta bo'lgan, menda unaqa, hamma o'zini korol shtat qiladi. O'shada kimga bitta patsanga gapiryaptimi, hamma o'zini sen bunaqa qila olmasang kerak, uni gap bilan urishadi-da. Agar u nerv sistemasi labilni bo'ladigan bo'lsa yoki haqiqatan ham ularga ishonib yurgan bratishkasi bo'lsa, tushunadi. O'tirib uyga boradi-ku. Depressiyaga tushadi. Uyga borgan paytda ko'rpan tagiga yotadi-ku. Yotgan paytda haqiqatan ham shunaymikin degan fikrlar paydo bo'lishni boshlaydi unda. Shunaqa bo'lsa-chi, mana bu o'ylangandan keyin. Kelin oldida sharmanda bo'lmayman. Ana shu fikrlar. Kelinning oldida sharmanda bo'lmaymanmi? Bizada keyin yana bitta zo'r gap bor-da. Sen birinchi kechadan hamma narsani qilishing kerak. Любой путем qilishing kerak. Xohlasang ur, xohlasang qil, lekin bizaga natija bilan chiqishing kerak. U bechora to'y kuni ertalabdan shu yoqqa yugurgan, to'yda nimadir asabiylashgan, mashinasi kelmagan, gul kelmagan yoki to'yxonaning eshigini oldida nimadirlar, hamma asablari joyida bo'lmagan payt keldi, o'tirdi to'yxonada ham nimadir kimdir asabini buzdi uni. Endi uyga ketyapti. Kuyovjo'ra keladi. Sen bugun hamma narsani qilib berishing kerak. U depressiyada u charchagan. Jismonan ham charchagan, aqlan ham charchagan. Charchaganda u, haqiqatda charchagan. Ana o'sha paytni o'ylaydi-da, bachalar. Ana o'shani o'ylaydi-da, keyin endi nima qilamiz deydi. Keyin eng zo'r yo'lini o'tirib olishadi. Tabletga urishadi. Hali hech narsa bo'lmagan, hali hech narsa ko'rinmagan, tabletga qoqishadi. Tabletka bo'lmasa ham yana shunaqa bo'ladi degan fikr ham keladi. Tabletga u ishona boshlaydi, nerv sistemasi. O'sha tabletkaga anaqa qaram, u tabletkalar deyarli qaramlik chaqirmaydi. U tabletkalar deyarli qaramlik chaqirmaydi. Lekin uni xayolida o'sha bo'lmasa bo'lmaydi degan fikr paydo bo'lishni boshlaydi. Уже где-то bir 6 oy, 1 yil undan foydalangandan keyin uni kichkina побочный effektlari boshlanadi. 25 yoshda uylangan bolada endi bunday olib qarasak, u keladi, u hali hech narsadan xabari yo'q. Shuning davleniyasini o'lchaysiz, davleniyasi otdi kallasnikida 180. Davleniyasi bor. Ko'zlari qizargan, qip-qizil qilib nafas olib o'tiribdi-da bola. Ana shunaqa побочный effektlari bo'ladi. Uni sekin undan chiqaraman deysiz, eng birinchi navbatda uni psixologiyasi bilan ishlash kerak keyin. Shunday psixoterapiya, psixogenniy
elektr disfunksiyada ham, neyrogen elektr disfunksiyada ham psixoterapiya katta rol o'ynaydi. Birinchi o'ziga ishonchni uyg'otib olish kerak bo'ladi o'sha kasallarda. Keyin bemordan kecha ham bitta bemor keldida, 22 yosh. Uylanmagan, to'yi belgilangan, yaqin to'y bo'lishi kerak. Doktor, urologga bordim. Boshqa bitta urolog androlog doktor aytadi, bordim. Menda yaxshi qo'zg'alish yo'q deb aytdim. Tekshiruvlar qildi, senda hammasi joyida deb aytdi. Lekin men bilaman, menda yaxshi qo'zg'alish yo'q. Yaxshi turmaydi. Keyin aytayapman, nimaga asoslanib aytyapsiz bu narsani? Bu aytganingizda birorta jinsiy akt bo'lganmi, o'zi aloqa qilganmisiz desam, yo'q deydi. Keyin nima desam, shu masturbatsiya bilan shug'ullanaman, 11 yilmi qancha bo'ldi. Keyin so'rayapman, ertalabki ereksiya bormi sizda? Ertalab uyqudan turganingizda, misol uchun, sog'lom erkak bo'lsa, organik o'zgarish yo'q bo'lsa, ereksiya bo'ladi. Ereksiya bo'lish kerak. Ereksiya bo'lmasa, ertalab zo'r bo'ladi, zo'r bo'lib turgan bo'ladi, keyin yo'qib qoladi. Keyin men aytdim, nimada masturbatsiya bilan hali ham shug'ullanasiz? Ha, undachi desam, to'y belgilangandan beri unda ham yaxshi turmayapti. Уже aniq psixogen ketgan, uni miyasida muammosi bor uni. U keyin u bilan psixoterapiya o'tkazish kerak. Psixogen terapiya o'tkazib, ba'zi birlariga o'sha holatdan kelib chiqqan holatda standart bo'yicha dori bilan konservativ lecheniya qilish kerak bo'ladi. Lekin to'liq holatdan chiqarish mumkin. Psixogenni ham, neyrogenni ham, impotensiya, elektr disfunksiya ham. Lekin neyrogenida ba'zi holatlar bor, uzoqroq muddat lecheniya olish kerak. Siz bilan birga davolama muolajalarni qilishga to'g'ri keladigan urolog, nevropatolog birgalikda sal vaqt talab qilishi mumkin. Lekin davolash mumkin kasallikda. Davolash mumkin. Shunday. Mana Zafar Muzaffarovichga savolim bor-da. Zafar Muzaffarovich, siz travmatolog, ortopedsiz. Son deyman, uzr so'rayman. Chanoq sindi. Travmadan keyin singan. O'sha chanoqni dan kelib chiqadigan ereksil disfunksiya, ya'ni ko'pchiligimiz bilan hammamiz bilamiz deyarli. Tiklanish jarayoni qanday qilib yordam berishimiz mumkin? Mana shu haqida bitta gapirib bersangiz-da. Chanoq suyaklari sinish holatlari bo'lib turadi. Ko'pincha avtoavariyalarda bo'lishi mumkin. Oldidan kelib siqqanda yoki bemor yuqori balandlikdan tushib ketganda ko'pincha bu holat kuzatiladi. Agar chanoq suyaklari sinib, qaysidir nervga yo bo'lmasa muskulga zarar bergan bo'lsa, bu holat bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda albatta hayotga xavf soluvchi, xavf solmaydigan holatga keltirish kerak. Albatta, ko'pincha chanoq singanda suyaklar tiklanib, asta-sekin amaliyot qilinadi. Ya'ni oddiyroq qilib aytganda, operatsiya qilinadi. Chanoq suyaklari birinchi navbatda joyiga qo'yib, keyin qaysidir nervda kamchilik bo'ladigan bo'lsa, keyin uni bartaraf qilish kerak. Necha oydan keyin уже siz bemalol ayta olasizki, jinsiy hayot bilan shug'ullanishingiz mumkin deb. Masalan, 2-3 oylarda bitib ketadi chanoq suyagi sinsa. 2-3 oyda. Uzog'i 3 oy. Endi albatta yoshiga qarab, o'rtacha 3 oy, 4 oy. 3-4 oy. 3-4 oy suyaklar joyiga qo'yilgandan keyin, agar qanaqadir kamchilik bo'lsa, albatta обязательно nevropatolog va urologga ko'riniladi. Bu tiklanadi. Tiklansa bo'ladi. Agar tiklansa bo'ladi, tiklash mumkin. Mana bitta bemorim bor-da. Mana bitta bemorim o'sha travma olgan, chanoq sohasidan travma olgan. O'sha travmada chanoq, chanoq organlari suyaklari tiklangan, hammasi joyiga kelgan. Lekin muammo o'sha ereksiya bilan bog'liq muammo. Ereksiya bilan bog'liq muammo 1 yildan oshdi. Hech plusga qarab o'tmayapti. Unda muammosi shundaki, u dori ham ichyapti. Masalan, o'zi dorilari bor, o'shanda ham qo'zg'alish yo'q. Unda travma natijasi qaysidir nerv juda zararlangan. U paytda biz nevropatologga murojaat qilamiz. Albatta, o'zi suyak joyiga qo'yilgandan keyin travmatolog ishi tugaydi. Endi odatda periferik nerv
chanoqda endi periferik nerv joylashgan. Chunki orqa miya, orqa umurtqa kanalida tugaydi teparoqda. Keyin u yoqda periferik nerv ketgan. O'sha periferik nervga zarar yetgandan keyin buyruq tepadan kelayotgan buyruq уже o'tmayapti yoqqa. Qon tomiriga borib, qon tomirini kengaytirish kerak, o'tmayapti. O'sha yerdagi nervlarni tekshirib ko'rish kerak va o'tkazuvchanligini ko'rish kerak. O'tkazuvchanligini tekshirib ko'rish kerak bo'ladi. Keyin o'zi umuman sezgi qanday o'sha joyda? Jinsiy organda, o'sha chanoq sohasidagi boshqa organlarda, oraliq sohada sezgi qanday? Siydik tutilishi yo'qmi? Siydik ushlolmaslik yo'qmi? Keyin masalan to'g'ri ichakdan keladigan katta hojat qanaqa? Shularni ham so'rash kerak bo'ladi. Birinchi navbatda analiz. Endi bunaqa narsa bilan murojaat qiladigan bemor ko'p. O'tgan yil bitta bemor murojaat qilib kelgan. Yosh yigit, 28 yoshda, harbiy bo'lib ishlagan. Menga murojaat qilib kelyapti. Shikoyatlari nima? Shikoyatlari katta hojat ham, siydi ham ixtiyorsiz holatga kelgan. O'zi bilmaydi, sezmaydi. Chiqib ketaveradi. Pampersda. Qiyin holatda ekan. Qiyin holat. 5 oydan beri shu holatdaman deyapti. Jinsiy munosabat yo'q absolyutno. Endi qiyin bo'ladi unaqa holatlarda. Keyin anamnezini so'rab mana qilsam, xullas kalom bitta mahalladoshi aytadi, belimda grijam bor deydi, mashinang bilan bir tabibga olib borib kel deb iltimos qiladi. U tabibga birga boradi. Keyin men ham ozgina belim og'rib turardi desa, kiring zo'r deydi o'sha yerda o'tirgan odamlar. Tabibga kiradigan. Tabib uni yotqizganda belini ustidan tizzasi bilan bosgan. Yana qanaqa? Mana bu ikkita stulni qo'yib, bel o'rtada qolyapti, o'rtadan bosib massaj qilgan. Manualniy terapevt. Tipa, turgan paytda oyog'i ushgan, oyog'im ushyapti desa o'tib ketadi. Keyin yuraman desa belda kuchli og'riyapti belim desa 2 soatdan keyin o'tib ketadi. Og'riq qoldiruvchi dori bergan. Salafanga solib, bu o'zi o'shanaqa dori biz beramiz deb. 2 tadan ichasiga. Uyga kelib ichgan, ertalab tursa oyoq ishlamaydi. Wow. Keyin doktorga borgan, o'sha o'zi Toshkent viloyatida tumanda nevropatologga borgan, MRT qilib ko'ryapti. Umurtqa pog'onasini da bor bo'lgan 2 ta grija yorib sekvestratsiya bergan, perilom bo'lgan. Perilomgacha olib kelganda eng qizig'i. U to'g'onni kilolari necha kilo ekan? 120 kilo bo'lsa kerak u kishi ham. U neyroxirurgiyaga borib, keyin operatsiya qildirgandan keyin yurgan. Keyin tabibning oldiga borgan deydi. Operatsiyadan keyin yurib ketgan, lekin o'sha shikoyatlar qolib ketgan. Asorat o'sha bo'yicha kelyapti. Tabibning sudga berib, keyin sudlashib, o'tkazib yuborgani bo'ldi o'rtada. Biz bironta tabiblarni yomonlash niyatimiz yo'q. Biz prosta voqeani aytib beryapmiz. Aytmoqchi bo'lgan 28 yoshli yigit, harbiyda ishlagan sog'lom yigit, bitta xatoni deb bunday olib qarasa, bir umrga nogiron bo'lib qoldi. Endi aytmoqchi bo'lganim, meditsinadan xabari bor odamga murojaat qilish ma'qul. Mana shu fikrdaman aka. Tabiblar bor, haqiqatda meditsinani biladi, anatomiyani biladi, lekin o'ziki hech qanaqa tabobatga yoki meditsinaga aloqasi yo'q. Odam anatomiyasini ham, tuzilishini ham hattoki to'liq bilmaydi-da. Bir videoda nimadir ko'rib qolib, bo'ldi, men tabibman deganlarga murojaat qilish kerak emas. Chunki keyin Xudo saqlasin, mana bunaqa asoratga olib kelsa, bir umrga foydasi yo'q. Bo'lganda, bu real holat. Shunday. Real. Qiyin u. Endi u bo'lani taqdiri ham salgina qiyin. Shunday. Xo'p, Zafar Muzaffarovich, Fayzlan Arzulayevich, sizlarning kelganlaringizdan xursand bo'ldim. Sizlarni ko'rganimdan xursand bo'ldim, aniqrog'ini aytsam. Biza menimcha chiroyli suhbat olib o'tdik. Chiroyli suhbat bo'ldi. Umumiy mavzularda gapirdik. Ko'proq biza jinsiy tomonlama urg'u berishni boshladik. Chunki endi bizada meni hamma ko'rgan odam shu jinsiy sistemani gapirishga keladi-da. Bu yaxshi suhbat bo'ldi. Suhbat uchun rozi bo'linglar. Rahmat sizlarga. Jonlaringiz sog', tanlaringiz omon bo'lsin va bularga akalarimga nimadir dili niyatlaringiz bo'lsa, bemalol aytishlaringiz mumkin. Birinchi navbatda hech kim kasal bo'lmasin. Kasal bo'lgan odam ham to'liq shifo topsin, yaxshi mutaxassisga murojaat qilsin. Kasallikni erta aniqlash, to'g'ri tashxis qo'yish kasallikning 50% davosi deb aytadi. Shuning uchun bilim doirasi yuqori bo'lgan, tajribasi bor bo'lgan
Haqiqatan natija ko'rsatib kelayotgan vrachlarga murojaat qilib, kasallik erta tashxis qo'yib, to'liq sog'ayib ketsin. Aytganingiz kelsin. Hammamiz bemorlarimizga Xudo shifo bersin. Aytganingiz kelsin. Juda ham zo'r tilaklar bo'ldi. Zafar Muzaffarovich. Avvalo to'ppa-to'g'ri aytdingiz, hech kim kasal bo'lmasin. Lekin odamzod peshonasiga yozilgan, kim kasal bo'lishi, bo'lmasligi odam o'zi hal qiladigan narsa emas. Albatta birinchi navbatda kasal bo'lganda to'g'ri mutaxassisga murojaat qilish kerak. To'g'ri aytdingiz. Hamma xalat kiygan ham doktor ham emas. Hamma ham to'g'ri kiyganda masalan to'g'ri mutaxassisga murojaat qilish o'zi bitta katta narsa. To'g'ri mutaxassis topish. Demoqchi bo'lganim, qisqaroq qilaman. Har bir vrach hamma odamni davolashni iloji yo'q. Vrach kasallikni davolaydi, insonni emas. Kasallik haqida o'ylab, har bir vrach kasallikka o'zidan bir nima deydi, yangi qit'a ochmasdan, standart bo'yicha, standartdan chiqmasdan, O'zbekiston bo'yicha standart bor, dunyo standarti bor, shu bo'yicha chiqmasa, birinchi navbatda avvalo kasalga zarar bermaydi. Bu Foyda bermasang berma, zarar bermas. Birinchi qoida. Shu qoidaga ko'pchilik amal qilsa, menimcha ham nur ustiga ham kasalga yaxshi bo'ladi. Ham u qaysidir shifokorda davo topmasa, mayli standartida xato qilar yoki boshqa nimada xato qilsa ham, undan keyingi boradigan doktorga ham ancha yengillik bo'ladi. Shu gaplaringizni mixlaymiz va efirimizni tugatamiz. Ha, olinglar qani, o'z yo'l bo'ldi.